IT kompaniyalarni sotuvidagi asosiy muammo bu mijozlar bilan bo'ladi. Ya'ni ular ikki xil sotuv kanalidan foydalanishadi. Bu birinchisi sarafan marketing deb ataladi. Ya'ni bu tanish-bilish orqali keladigan mijozlar. Ikkinchisi bo'lsa bu davlat loyihalari va tenderlar. Tenderlar qanaqa bo'lishini agar siz IT kompaniya rahbari bo'lsangiz, mendan ham yaxshi bilasiz va u yerda qanaqa ishlar bo'lishini balkim o'zingizam bu narsada ishtirok etgandirsiz, loyiha olish uchun bu narsani qilgandirsiz. Ammo bizni aynan O'zbekiston sharoitida hozirgi kunda 8 ta IT kompaniyaga marketing xizmati ko'rsatib kelyapmiz. Va ularga o'rtacha biznesini oylik aylanmasi $100,000 dan yuqori bo'lgan, o'zi uchun aynan IT решение kerak bo'lgan lidlarni boshqa sotuv kanallari orqali, aynan digital marketing orqali olib kelib beryapmiz. Assalomu alaykum. Men ismim Safar Murod. Aura Digital Marketing agentligini asoschisi va rahbari bo'laman. Boya aytib o'tganimdek, hozirgi kunda agentligimiz 8 ta IT kompaniya bilan aktiv tarzda ishlaydi. Shu kungacha 10 dan ortiq IT kompaniyalar va IT startaplar bilan birgalikda ishlaganmiz, ishlab kelyapmiz. Ular orasida esa xalqaro kompaniyalar va xalqaro loyihalar ham mavjud. Misol uchun oladigan bo'lsak, UIC Group yoki bo'lmasam Oddo. Aynan Oddo texnologiyasini O'zbekistonga olib kirish bilan shug'ullanyapmiz deb ayta olaman bemalol. Men o'zim 4 yildan buyon marketing sohasida faoliyat olib boraman va faoliyatim oxirgi 2 yilida faqatgina IT loyihalar va IT produktlar bilan bog'laganman. Shaxsan o'zim ham IT produktlarni, IT xizmatlarni sotgan insonman. Va IT bozori qanchalik bo'sh ekanligi, B2B segmentga qanaqa IT yechimlar kerak ekanligini yaxshi bilganimdan keyin o'zim agentligimni tashkil qildim va biza faqatgina IT kompaniyalar uchun yoki bo'lmasam IT startaplar yoki bo'lmasam produktlar uchun marketing yechimlarini taklif qilamiz. Demak, videoni boshladik. Birinchi muammo, nima uchun faqatgina IT kompaniyalarni sotuv kanallari ikkita? Asosiy muammo bu yerda IT kompaniyalarni tashkil qilgan insonlarda hisoblanadi, ya'ni founder va CEOlarda. CEOlar odatda va founderlar odatda dasturlash o'zidan chiqib kelgan insonlar hisoblanadi va ularning xarakterida bu narsa yo'q deb hisoblayman. Juda ko'p dasturchilar bilan gaplashganman. Shu kungacha 500 ga yaqin dasturchi bilan gaplashganman. Va umumiy hisobda 100 ga yaqin kichik va o'rta va yirik IT kompaniya rahbarlari bilan gaplashganman va ularda bitta mindset bor. Ularga klient kelsagina sotishadi. Ya'ni menga shu narsani qilib ber deb oldiga kelsagina undan pulni olib keyin ishlab berishadi. Ammo o'zlari borib ularga o'zini produktini prezentatsiya qilib sota olishmaydi. Bu ularni mindsetidagi baryer. Boya aytib o'tganimdek, klassik sotuv ikkita kanali bor. O'sha ikkita kanalga o'rganib qolishgan. Sarafaniy radiusdan keladigan lead juda ham qaynoq bo'ladi. Va unga sotish juda ham oson. Keldi, strecha qilindi, bo'ldi, shu muammoning mana bunaqa решение ham bor, agar qulay bo'lsa sotib olgin deydi. Bozorda yechimlar kamligi hisobiga anu biznes egasi ham sarafandan kelgan biznes egasi bo'lishi mumkin. Majbur o'shandan sotib oladi. Va sotuv strechasi ham juda ham noto'g'ri o'tkaziladi. Faqatgina softni, ya'ni dasturni maqtash bilan o'tib ketadi. Aslida tadbirkorlar qaysi muammosiga qanaqa yechim berishiga to'xtalishmaydi. Ikkinchisiga to'xtaladigan bo'lsak, o'sha aytib o'tganimdek tenderlar. Tenderda qatnashish 5 ta 6 ta firma ochib turib birdaniga o'sha firmaning tegi bir insonga tegishli bo'ladi. Firmalarning tegi birdaniga tenderga qatnashishadi. Loyihani olishga harakat qilishadi. Nima qilish kerak? Biznes yashab qolish kerak, dasturchilarni boqish kerak, xarajatlarni yopish kerak. Okey. Lekin sizda boshqa kanallar mavjud. Masalan, social media. Juda ko'p dasturchilar bilan gaplashganman, boya aytib o'tdim. Ularda odatda baryer bor. Social media orqali $100,000 cheklarni urib bo'lmaydi degan. Savol beraman. Nimaga? Javob shunchaki bo'lmaydi, chunki $100,000 sotuv bo'ladigan biznes egalari ijtimoiy tarmoqlarda o'tirmaydi. Qattan bilasiz? Gipoteza. Kastev qildingizmi auditoriyangizni? Yo'q. Ya'ni auditoriyangizni analiz qildingizmi? Yo'q. Auditoriyangiz rostdan ham o'zi social mediada o'tirmaydimi yoki bo'lmasam o'zingizdan kelib chiqib aytyapsizmi? Juda ko'pchilik holatda
Men o'zim social mediada o'tirmayman, vaqtimni bekorga sarflamayman. Social media bu yomon va mani klientlarim ham u yerda o'tirmaydi degan qo'sh tirnoq ichidagi noto'g'ri mindset. Afsuski, mana shu mindsetni biz hozirda juda ko'p loyihalarda to'g'irlayapmiz. Ya'ni boya aytib o'tganimdek, oylik оборот $100,000 bo'lgan va rostdan ham IT решение kerak bo'lgan, produkt sotib olishga tayyor bo'lgan yoki bo'lmasam xizmat sotib olishga tayyor bo'lgan lidlar olib kelib beryapmiz. Xo'p, demak biz bu yoqda founder va CEOlar mindsetidagi asosiy muammolarni ko'rib chiqdik. Ya'ni ularda klassik sotuv kanallariga o'rganib qolish, tayyor klient kelsagina undan pul olib xizmatini qilib berish, ularni oldiga o'zi chiqmaslik yoki bo'lmasam sotuv strategiyasini noto'g'ri o'tkazish yoki bo'lmasam yangi sotuv kanallariga yopiq ekanlik. Undan keyingi muammo bu biror bir IT kompaniyada konkret ishlaydigan sotuv bo'limi yo'q ekanligi. O'zbekistondagi istalgan eng yirik IT kompaniyalarda sotuv bo'limida tizimlashgan, doimiy ravishda ishlaydigan sotuv bo'limi yo'q. Bo'lishi mumkin bitta ikkitasida va ular ham tayyor ERP sotadigan kompaniyalar, ular o'zimni tanishim, yaxshi insonlar. Bitoda ko'rganman, lekin boshqa bir kompaniyada ko'rmaganman. Ayniqsa qimmat chekli produkt sotadigan kompaniyalarda B2B sotuv menejeri yo'q. Nimaga deb so'raganda, eplolmaydi boshqa birov degan fikr yotadi. Ya'ni sotuv bo'limi mavjud emasligi sotuv uchrashuviga o'sha kompaniyani CEOsi yoki bo'lmasam founderi borishiga to'g'ri keladi. Odatda sotuv uchrashuvini shu insonlar qiladi. Va dasturlashdan chiqib kelgan insonlar sotuv uchrashuvida biznes egasiga, ya'ni mijoziga software sotishadi. Ya'ni qanaqadir dastur sotishadi. Ammo u dastur yechadigan muammoni sotishmaydi. Oldin u biznes egasi qanaqa muammo bilan kelyapti, og'riqlari nimada? Mana shu narsalarni aniqlab olib, sizni dasturingizni aynan bitta funksiyasi bo'lishi mumkin. O'sha funksiyasi orqali mana buni muammoni yechimi oddiy, mana shu dasturimizning ichida, mana shu ERP sistemamizning ichida oladigan bo'lsak, muammoing yechib ketadi. Sen bu haqida o'ylama degan mesej bera olishmaydi. Bizning dasturimiz xavfsiz, bizning dasturimiz mana bunaqa ishlab chiqilgan, bizning dasturimiz sizga mana bunaqa moslashtirib beriladi va shunga o'xshaydigan default biznes egasiga qiziq bo'lmagan offerlar bo'ladi odatda. Endi shu joyda savol tug'ilishi mumkin. Demak, sotuv uchrashuvida biznes egasi qatnashmasligi kerakmi? Yo'q, unaqa demoqchi emasman. Agarda sotuv skillari mavjud bo'ladigan bo'lsa, biznes etiketidan xabari bo'lsa, strecha o'tkazib yurgan, experience'ga ega bo'lgan biznes egasi bo'lsa, why not? Boring, sotuvingizni qiling, zo'r-ku bu. Lekin sizga baribir B2B sotuv menejeri yoki bo'lmasam sotuv jamoasi kerak bo'ladi. Sizga ariza qoldirayotgan leadlarni birinchi call orqali qualified yoki not qualified, ya'ni sifatli sifatsiz leadga chiqaradigan bitta call centerda operator va qualified bo'lgan leadlarga, sifatli leadlarga aloqaga chiqib, ular bilan offline uchrashuv tashkillashtirib, mijozni og'riqlarini aniqlab, unga yechim beradigan va sotuvni amalga oshiradigan B2B sotuv menejeri kerak bo'ladi. Shundagina sizni kompaniyangizdagi yana bitta sotuv kanali ochiladi desak bo'ladi. Ya'ni sizga chiqayotgan o'sha sarafankadan chiqyaptimi yoki bo'lmasam turli xil kanallardan chiqyapti, o'sha kanallardan kelayotgan leadlarni maksimum yaxshiroq обработка qila olasiz va sotuv konversiyangizni anchagina yaxshilay olasiz. Uchinchi muammoga to'xtaladigan bo'lsak, bizda uchinchi muammo bu marketing. Boya aytib o'tganimdek, biznes egalari, ya'ni IT kompaniya rahbarlari o'ylashadi. Men ijtimoiy tarmoqlarda o'tirmayman va mening mijozlarim ijtimoiy tarmoqlarda o'tirmaydi. Afsuski, bu juda noto'g'ri fikr hisoblanadi. Sababi siz klientingizni kastev qilmagansiz. Nimaga asoslanib bu narsani aytyapsiz? Klientingiz o'zi kim? Sizdan produkt sotib oladigan yoki bo'lmasam servis sotib oladigan inson kim? Analiz qilib ko'rdingizmi? Shunchaki telefonni olsin-da, so'rang.
telefonni oling va iPhone'da Screen Time degan funksiya bor. Screen Time'ni shundoq ko'rsatingda, o'zingiz bilib olasiz. Necha soat Instagramda, necha soat Facebookda, necha soat LinkedInda o'tiradi, YouTube'da necha soat o'tiradi. Bu narsani o'zingizga baryer sifatida ko'rish, ya'ni to'siq sifatida ko'rish, ijtimoiy tarmoqlarda mani mijozlarim o'tirmaydi degan narsani o'zingizga to'siq sifatida ko'rish kelajakda sizni bankrot bo'lishingizga sabab bo'lishi mumkin. Sababini tushuntirib beraman. Eslatma sifatida aytib o'tmoqchiman. Marketing deganda aynan social media marketing hamda digital marketingni nazarda tutyapman. Undan tashqari boshqa marketing instrumentlari va boshqa marketing yo'nalishlari juda ham ko'p. Bizni aynan digital marketing agentство bo'lganimiz uchun aynan shu narsa bo'yicha men tushuntirib beraman sababini. O'zi social media nimaga xizmat qiladi? Digital marketing nimaga xizmat qiladi? Umuman olib qaraydigan bo'lsak, marketing ikkita asosiy maqsad ostida ishlatilinadi. Birinchisi bu branding, ya'ni brend taniqliligini oshirish, brand awareness deb ataydi. Branding deganda logo bu tushunmasligingizni iltimos qilardim. Ikkinchisi bu performance marketing hisoblanadi. Performance marketing nima? Performance marketing bu sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, qisqa vaqt ichida minimum budjet bilan sizga maksimum foyda olib keladigan marketing kanali deb qarasak bo'ladi. Ya'ni siz pul to'lanadigan reklamalar orqali o'zingizga kerakli bo'lgan klientlarni sotib olasiz. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, xuddi shunaqa ishlaydi. Endi nima uchun agarda siz hozirgi kunda social mediada aktiv bo'lmaydigan bo'lsangiz, bankrot bo'lasiz degan narsani o'rtaga qo'ydim. Birinchi sababi bu branding, ya'ni brend taniqliligi. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsangiz, siz klientingiz oldiga kirganingizda "Sen kimsan?" degan savolga o'sha social media orqali yoki bo'lmasam sizni Google, Yandexdagi reklamalaringiz yoki bo'lmasam YouTube'dagi kontentlaringiz orqali javob topib olgan bo'lish kerak. Borganingizda siz o'zingizni tanishtirishingizga hojat qolmasligi kerak. CJM, ya'ni Customer Journey Map, mijozni sayohat xaritasi o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, shunaqa ishlashi kerakki sizda mijoz siz haqingizda Google'da, Yandexda, YouTube'da, Instagramda ma'lumotlarni ko'rib, reklamangizni ko'rib, siz haqingizda veb-saytingiz orqali yana ma'lumotga ega bo'lib, undan keyin sizga ariza qoldirish kerak. Keyingi bosqichda esa sizni call centeringiz, ya'ni sotuv bo'limi deb qaraylik, sotuv bo'limining bir qismi. Unga aloqaga chiqib, uchrashuv belgilab berishi va uchrashuvdan keyin B2B sotuv menejeri uchrashuvni amalga oshirishi kerak. Agarda sizda mana shunaqa CJM bo'ladigan bo'lsa, sotuv strechasiga borganingizda klient sizdan so'ramaydi. Sen kimsan, nima ish qilgansan borgan paytingizda. Nimaga men senga $1 bo'lsa ham pul to'lashim kerak degan savollarni bermaydi. Va boya aytib o'tganimdek, insonlar brendga ishonishadi. Va hozirgi kunda marketingni boshlagan, aynan social media orqali yoki bo'lmasam YouTube marketing orqali marketing boshlagan kompaniyalar bir vaqtning o'zida ham performance qilishyapti, ham brendini tanitib olishyapti. Va o'rtada ishonch masalasi. Tasavvur qilishingiz uchun $100,000 siz usluga sotmoqchisiz. Kimdan sotib oladi? Bu savolni birinchi bo'lib o'zingizga bering. Kimdan sotib olasiz? Birinchi bo'lib kimga aloqaga chiqasiz? Ya'ni siz uy sotib olmoqchisiz, tasavvur qilishingiz uchun. Kimga aloqaga chiqasiz? Albatta, siz doim eshitadigan va doim biladigan brendlarga aloqaga chiqasiz. Chunki uyda juda ko'p problema bor. Aldanib qolishni xohlamaysiz va $100,000 pul to'layapsiz. Xuddi shunaqa. Sizni xizmatingizni sotib oladigan insonlar ham sizni brendingiz haqida xabardor bo'lishi shart. Va undan keyin siz ularga xizmat taklif qilishingiz kerak. 5 yil ichida agar siz social mediada o'zingizni pozitsiyangizni egallamaydigan bo'lsangiz, o'zingizni borligingiz haqida mijozlarga ma'lumot bermaydigan bo'lsangiz, klientlaringiz haqingizda informatsiyaga ega bo'lmasa, qanaqa qilib ularga sotuv amalga oshirmoqchisiz? Ya'ni ishonch masalasi. Ishonch bo'lmagandan keyin bozorda boshqa bir yaxshiroq brend ularga offer berib turgandan keyin hech kim bilmaydigan kompaniyadan sotib olishdan ko'ra, hamma biladigan, hammaga taniqli bo'lgan kompaniyadan sotib olishni afzal ko'radi. Shuning uchun aynan marketingni siz
hozirdan, bugundan boshlashingiz kerak. Shu bilan birgalikda marketing jamoa tanlashda juda ko'p muammolar bo'ladi. Birinchisi, bu umuman ITdan xabari bo'lmagan, IT servislar nima, IT produktlar nima va ular qanaqa muammolarga yechim beradi. Mana shu narsadan xabari bo'lmagan IT agentstvolar bilan yoki bo'lmasam IT jamoalar bilan ishlash. Mana shu narsa sizni qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, sifatsiz lidlarni qabul qilib olishingizga olib keladi. Natijada siz marketing kompaniyadan yoki bo'lmasam marketing agentstvodan natija olmadim degan feedback bilan qolib ketasiz. Shuning uchun siz aynan ITda experience bor marketolog bilan ishlashingiz kerak yoki bo'lmasam ITdan xabari bor bo'lgan jamoa bilan, agentstvo bilan ishlashingiz kerak bo'ladi. Ular sizni xohishlaringizni yaxshi bilishadi. Sizni produktingizga kerak bo'lsa, qanaqa o'zgartirish kiritish kerak? Bozorda qanaqa talab bo'lyapti? Tendensiyalar qaysi tomonga ketyapti? Mana shu narsalarni yaxshi bilishadi va sizga qo'pol qilib aytganda research and development degan department vazifasini bajarib berishadi. Ya'ni har bitta kompaniyada bo'lishi kerak bo'lgan departmentda vazifasini bajarib berishadi. Biz o'zimiz ham xuddi shunaqa turli xil gipotezalarni test qilamiz, turli xil loyihalarda ishlaymiz va bozordagi tendensiyalarni aniq bilib turamiz. Hattoki mijozlar bilan o'zimiz ham gaplashamiz. Ya'ni mijozlari bilan gaplashamiz. Telefon qilamiz. Ularning ehtiyojlari nimada? Nimada muammo bo'lyapti? Qanaqa qilsak ularga yaxshiroq bo'ladi? Mijozlarini kastov qilamiz. Shuning uchun sizga maslahat berardim. Birinchi muammo mindsetni to'g'irlash. IT kompaniya founderi bo'lsangiz yoki bo'lmasam CEOsi bo'ladigan bo'lsangiz, mindsetingizni to'g'irlang. Siz mijozingizni kimligini bilmasdan turib, kastov qilmasdan turib, faqatgina ikkita klassik sotuv kanaliga bog'lanib qolmang. Brend uchun ishlashni boshlang, performance uchun ishlashni boshlang. Boshqa sotuv kanallarini qo'shishni boshlang. SEO optimizatsiya qiling. O'zingizni saytingizni to'laqonli ishlab chiqing. Juda ko'p IT kompaniyalarni bilaman, birovlarga sayt qilib beradi, lekin o'zida normal sayti yo'q, normal ishlamaydi. Sotuvchi saytga aylantirib qo'ying. SEO optimizatsiya bilan ishlang. Yoki bo'lmasam Google'da, Yandexda reklama yoqing. Shu orqali qo'shimcha sotuv kanallariga ega bo'ling. Miyangizdan faqatgina 2 dona sotuv kanalini chiqarib tashlang. Keyingisi sotuv bo'limi. Sotuv bo'limi siz uchun delivery departmentdan ham ko'ra muhimroq bo'lgan bo'lim hisoblanadi. Ya'ni dasturchilaringizdan ham muhimroq bo'lgan bo'lim hisoblanadi. Agar siz bu narsani biznes sifatida boshlagan bo'lsangiz, agar bu narsaga tadbirkor sifatida qaraydigan bo'lsangiz, sababi biznesga doimo sotuv kerak. Shuning uchun B2B da sotuv qila oladigan sotuv menejeri bitta ishga olishingiz kerak bo'ladi. Aniq reglamentlar asosida u ishlashi kerak bo'ladi. Va kelib tushayotgan arizalarni obработка qiladigan call department, ya'ni call center ishga tushirishingiz kerak bo'ladi. Ko'p narsa kerak emas. Call uchun bitta xodim ishga oladigan bo'lsangiz yetarli. Va kelib tushayotgan hamma arizani bitta CRM-kada saqlashingiz kerak bo'ladi. Bilaman, sizda ham callni obработка qilish uchun yoki bo'lmasam kelib tushayotgan arizalarni obработка qilish uchun CRM tizim mavjud emas. Kelayotgan hamma lidlar har qayerda, kimnidir lichkasida, kimnidir Google Sheets'ida, kimnidir Notion'ida. IT kompaniyasiz birov tizimlashtirib berasiz, lekin haligacha o'zi tizimlashmagansiz. Buni ham yaxshi bilaman. Uchinchisi bu marketing. Bu ahamiyatga ega emas. SEO optimizatsiya qilasizmi? Saytingizni zo'rroq qilib qo'yasizmi? Yoki bo'lmasam qanaqadir vistivkalarga chiqasizmi? Siz hozirdan marketingni boshlashingiz kerak. Va men maslahat berardim, hozirgi holatingizda bir vaqtning o'zida ham performance marketing, ham brandingga fokus qaratishni. Ya'ni brend taniqliligi, brend reputatsiyasi, brend pozitsiyasi degan narsalar bor. Mana shular asosida brendingizni ko'tarib borishni. Chunki brending sizga organik mijozlar oqimini shakllantirib beradi va organik mijozlar oqimi ularga sotuv qilish, organikiga sotuv qilish chem performansga sotuv qilishdan ancha osonroq hisoblanadi. Chunki organik keladigan mijozlar juda ko'p informatsiyaga ega bo'lib, siz haqingizda o'qib, siz kim ekanligingizni bilib keyin keladi. Agarda siz o'zingizni IT kompaniyangizda mana shu 3 ta aytib o'tgan muammolarimni hal qiladigan bo'lsangiz, tabriklayman. Sizning IT kompaniyangiz
nasib qilsa bozorda eng gigant IT kompaniyalardan biriga aylanadi. Mindset to'g'irlang. Marketing tilida ko'filashamiz.